Bugun men mana shu maxsus son videomda shuni gapirmoqchimanki, O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatidagi qatnashib, qayd etgan natijalarini, o'ynagan o'yinimizdan fikrlarimdir. Endi hammamiz ko'rdik. Hammani o'ziga yarasha fikri ham bor. Endi men ko'proq 20 yildan ziyodroq qatnashib, shu futbolda ichidan nafas olib, o'zim o'ynab, qiziqib tomosha qilib kelamanda. O'zbekiston terma jamoasi mana shu paytgacha qancha qiyinchiliklardan o'tib keldi. Oz-ozdan qoldi chiqishiga, sal qoldi, bir ochko yetmay qolgan joylari bo'ldi. VAR yo'qligi sababli qolib ketgan joylari bo'ldi. Hakamlar sotilganligi tufayli, hakamlar haqiqatan sotilgan joylari bo'ldi. Bahrayn tufayli, Kuvayt tufayli va boshqa arab davlatlarining nomardligi tufayli qolib ketgan joylarimiz bo'ldi. Jahon chempionatidan mosuvo bo'lib qolib ketgan joylarimiz bo'ldi. Mana Xudoga ming qatla shukrlar bo'lsin, VAR degan narsa chiqdi. O'zbekistonda futbolga bo'lgan e'tibor kuchaydi va boshqa sabablar bilan. Lekin yana shu narsani aytaman, bizga mana bu hozirgi italyan murabbiyi kerak emas ekan. Mana shu jahon chempionatida. Kapadzini o'zi bo'lganda ham, sog'lig'i yaxshi bo'lib turganda Katanis o'zi bo'lganda ham shu natijani qayd etishimiz mumkin bo'lgan ekan. Katanis bizlarda bolalarimizni, bizlar yigitlarni Cannavarodan ko'ra yaxshiroq tushunardi. Hattoki Kapadze ham yaxshiroq tushunardi. Chunki ular ko'proq ishlab kelyapti. Cannavaro kechagan keyin bizlar bolalar bilan qanchagina tanishib ulgura va yuqori natijani bu qisqa vaqt ichida takrorlay olmas edi. To'g'risi hamda. Mana o'zimizni sodda qilib uzoqqa bormaydi. Bitta yangi sinf rahbarini olib kelib turib, bitta boshqa eski sinf rahbariga boshqa maktabga ketib qolsin, boshqa sinf rahbarini qo'ying-da, boshqa yangi 30 ta bolani o'rganib chiqishiga ancha vaqt kerak bo'ladi. Kamida 6 oy kerak bo'ladi-da, kamida bo'lmasa 1 yil kerak bo'ladi. Bolalar o'rganib chiqish kerak. To'g'risi hamma bola 30 ta bola 30 xil psixologiya, işte 15 ta qiz, 15 ta o'g'il bola. Shunaqa gap. Bu yerda 26 ta, bu yerda ham 30 ta pashta bitta sinflar ham. 2-3 ta darvozabon, 5-6 ta himoyachi, yarim himoyachi, hujumchilar, ular hammasi har xil klublarda o'ynaydi. Va yana ular hammasini bitta yig'inlarda yig'ib, hammasi bilan yaqindan tanishib, ularning tili bor, ular bilan boshqatdan psixologiyasi bor-da. Cannavaro to'g'ri murabbiylikka o'qigan bo'lishi mumkin, ular jahon futbolida qatnashib kelgan deyishlari mumkin, lekin Cannavaro bu yerda ular bilan tanishishga ulgurmas edi. To'g'risi vaqt qisqa, 1 yilda hech narsa qilib ulgurmaydi. Kapadze, Katanislar ko'p yildan beri ishlab keladi. Ularda Katanisga bir narsa deyolmayman, salomatiga to'g'ri kelmayapti deyish degan gap chiqdi. Endi buni shunday qoldiramiz. Bo'pti, murabbiy to'g'risida fikrimni bildirib bo'ldim. Endi guruhdagi qilgan natijalarimiz bizlar uchun jahon chempionati orzu edi. To'g'risi shuni qabul qilaylik-da, hurmatli futbolsevar muxlislar. Ronaldo bizga bunday qildi, Kolumbiya bizga nomardlik, Kongo bilan bunday o'ynashimiz kerak edi degan fikrlar bari noto'g'ri. Chunki jahon chempionati u juda boshqa natija, boshqa qozon, boshqa front, boshqa daraja, boshqa urovenda. Bizlarga borib u yerda mashal, shortdan yoki bunyodkor bilan o'ynamaymiz u yerda. Yoki Xorazmning bir chekkadagi bir komandasi bilan. U jahon chempionati dunyoning boshqa qit'alaridan boshqa komandalar keladi. Kolumbiya, Janubiy Amerikaning komandasi, Portugaliya umuman boshqa daraja. Kongo bir Afrikaning bir chekkasidan kelayotgan davlatlar. Ko'ryapsizmi? 3 ta qit'adan bizlar Osiyoning 4-qit'a bo'lib borib bitta guruhdan qatnashyapmiz. Bitta guruh bo'lib o'ynayapmiz. Portugaliya bizgacha Kongo bilan o'ynadi, 0-0 o'ynadi. O shundan bilish mumkin edi, Kongo kuchli ekanligini birdan bildik o'zi. Mana bizga kelib turib, bizlarni 5-0 ga bitta ham javobsiz o'tib tashladi bizlar. Bizlar esa birinchi o'yinda Kolumbiya bilan o'ynadik, 3-1 ga yutqazdik. Kolumbiya ham kuchli ekan mana. Portugaliyani endi Kongo ham kerak bo'lsa Kolumbiya bilan juda 1-0 ga menimcha shunday bo'ldi. Endi mana Kolumbiya haqiqatan guruhda kuchli ekan. Bizlardan keyin ham keyingi raqiblarni ham yutib, ertaga mana Shveysariya bilan o'ynaydi. Nimchorak finalda. Bizlardan keyin ham yutib, keyin boshqalardan yutqazib qolib ketgan yo'qda. Kolumbiya haqiqatan kuchli ekan. Portugaliya ham ertaga Ispaniya bilan tushadi. Shunaqa gaplar. Ikkovining yutganlari menimcha Kolumbiya Shveysariyani yutgani, Portugaliya Ispaniyani yutgani bilan birga tushsa kerak chamanda, adashmayotgan bo'lsam. Shunaqa gaplar. Jahon chempionati bu boshqa uroven. Shunaqa gaplar. Portugaliyalarda ichida Cristiano Ronaldo boshga shu paytgacha jahon chempionatiga bizlar chiqmagunimizcha Cristiano zo'r edi, Cristiano mening muxlisim, Cristiano kumirim, Cristiano falan, Messi pismadan degan gaplar Cristiano bizlar bilan qarshi o'ynab qo'ygan vaqtda bizlarga qilgan taktikalarini ko'rib, Cristiano nomard ekan, pes ekan, mahov ekan. Unaqa gaplar kerak emasdi. Prosta befoyda gaplar.
ular qilish kerak bo'lgan ishni qildi va uddasidan chiqdi. Bo'lgan gap shu. Va bizlardan boshqa bilan o'ynaganda ham qilar edi. To'g'risi, kuchsiz komandalar Kurasaao bilan o'ynaganda ham shunday bo'lishi mumkin edi. Yana kimlar bo'lishi mumkin? Cabo Verde bilan o'ynaganda ham shunday qilishi mumkin edi ular. Bizlardan oldin ham qilib kelgan, bundan keyin ham qiladilar. Kuchli, shunday taktika shunaqa ularda уже уровень, daraja shunday bo'lib ketgan ularda. Ko'p o'ynab keladi. Darajasi ham, yili ham, tajribasi ham ko'p ularda. Yugurib ham charchamaydi, psixologik va jismonan ham kuchli ular hamma. Xudo xolasa bizlarning komandalar ham birinchisi mana shunday natijani qayd etdik. Bundan keyin yaxshi bo'ladi. Inshaalloh umid qilib qolamiz. Birinchi safarga ko'z yumamiz, yomon emas. Bizlardan oldin qatnashib kelayotgan Yaponiya, Koreya, Avstraliya bo'ladimi? Ular ham birinchi qatnashishlarida yaxshi natija qila olmagan. Hamma ham birinchi qatnashib ketishda zo'r qilib kelmagan. Cabo Verdeni aytishlari mumkin, Cabo Verdeniga o'xshab ketdi deb. Turkiya ham birinchi chiqqan yili 3-o'rinda olib kelgan. Turkiya terma jamoasi. Cabo Verdeda ham mana bir o'xshab qoldi. Ular hamisha hammaniga yaxshi o'xshasin, hammaga omad tilayman. Endi futbol yaxshi rivojlangan bo'lsa, e'tibor azaldan kuchli bo'lib kelgan bo'lsa, ehtimoliy darajasi bilan yaxshi natija qayd etish ehtimoli juda katta. Hech bo'lmasa guruhdan yaxshi natija bilan chiqib keyingi bosqichlarda hech bo'lmasa yaxshi natijalar qilish mumkin-da. Buning uchun azaldan futbol yaxshi rivojlangan bo'lish kerak. Mamlakatda o'zida, ichkarida yaxshi rivojlangan bo'lish kerak. Boshqa top klublarda terma jamoaning futbolchilari ko'proq o'ynab yurgan bo'lish kerak. Top klublarda futbol rivojlangan mamlakatlarda ko'plab futbolchilar o'ynab yurgan bo'lish kerak. Bitta mana Abduqodir, Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevning o'zi bilan natija katta qilish qiyin. 3 tagana bular. Qolgan futbolchilarimizni ham yana bitta ikkitasi chet klublarda o'ynaydi. Uncha futboli yaxshi rivojlanmagan davlatlarda o'ynaydi ular, to'g'ri qabul qilish kerak. Bu narsani ko'proq futbolimiz endi rivojlanishi kerak. O'zbekistonda futbol qancha ko'p rivojlanaversa, e'tibor ko'payaversa, bundan buyoq mana e'tibor bo'lyapti, Xudoga shukr. Rivojlanish yaxshi. Bundan buyog'iga endi 2030-yillarga xudo xolasa chiqamiz degan umiddamiz. Chiqaylik, qatnashaylik. Mana qatnashdik. Shuni o'zi katta natija. Qatnashdi o'zi просто katta natija. Большой результат, что соучаствовать в таком чемпионат мира по футболу. Bizdan ko'ra kuchlilar Rossiya, bu yerda Italiya, Xitoy, Hindistonga o'xshagan grant davlatlar qatnashamay qolyapti. Biz qatnashib kelyapmiz. Buni o'zi просто grant natijada. Hammaga salomatlik, tinchlik, omadlik. Hammaning ishiga rivoj. Salomat bo'lasizlar.